Do'stlar, do'konimizga Barbara soyabonlarimiz yetib keldi. Naqshlarga bitta ahamiyat bering. Juda ham chiroyli va nafis ishlangan, bahor uchun eng zo'r variantlardan bittasi. Qarang, buning ikki xili bor. Pul avtomati bor va avtomati bor. Hozir farqlarini tushuntirib beraman. Pul avtomati arzonroq, narxi 100 ming so'm bo'ladi. Bu erinmaydigan opa-singillarimiz uchun tavsiya qilinadi. Nimaga? Bu narsani knopkada shunday ochasiz, rangini ko'rasiz, narxi 100 ming so'm aytganimdek va buni qo'lda yig'ib ishlatishingiz kerak. Rangi 4-5 xili bor. Telegram kanalimizga o'tib olsangiz, bolalar rasmini tashlab qo'yishadi. Keyin mana buni o'zi bildingiz-ku, qimmatlagan, to'g'rimi? Zo'ldirlarni ko'rasizmi? Bu bu avtomatda o'zi bo'ladi, to'g'rirog'i. Knopkada ochiladi va knopkada yig'iladi. Mana shu rangi sizga ham yoqdi, hozir ochib ko'rsataman. Yana bitta rangi bor, ko'rishingiz mumkin. Telegram kanaliga o'tsangiz, bundan-da ko'p ranglarni ko'rishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilasiz, dastavka ham bu O'zbekiston bo'lib ishlaydi. Bu dangasa opa-singillarimiz uchun bitta knopkada ochasiz va bitta knopkada yig'ib ishlataverasiz. Sumkangizga solib qo'yishga ham juda ham optimal variant. Agar sovg'aga beraman desangiz, ko'rasizmi? Korobka upakovkalarni 150 ming so'mga shunaqa bagaj sovg'a ko'rganmisiz? Bitta bolalar dazmol qilib olsa, naqshdan tekis bo'lib turib idealniy tushadi. Sovg'a beradigan odamingizni ham uyaltirib qo'ymaydi. Sizni do'konimizda kutib qolamiz. Dastavka ham bu O'zbekiston bo'ylab ishlaydi.